Bugun meni tug'ilgan kunim va hamma narsa rejadagidek ketmadi. Hozir mana shu orqamda ochayotgan ofisimni dabdabali ochilishi bo'lish kerak edi, lekin biz ulgurmadik. Chunki mebel shekli vaqtida mebellarni olib kelib berishmadi. Reklamniy vyiveskali 2 kun oldin kelish kerak edi. Qo'rvaslar hali ham reklamniy vyiveskam osilmagan. Chunki men o'zim 3 kunga umuman yubib qoldim. Oyimni mazalari qochib, skoriyaga tushib qoldik va 3 kun onamni yonidan ketmasdan bolnitsada o'zim qarab, hech kimga ishonmasdan o'zim qarab o'tkazdim. Ba'zan hamma narsa plan asosida ketmasligi mumkin. Biza vaqtimizni oilamizga qaratishimiz kerak bo'lishi mumkin. Men uchun onam ofisdan ko'ra afzalroq. Hamma ustalarni aldashadi, moshenik deyishadi, lekin menimcha eng idealniy ustalar tushdi. Hamma narsani men xohlagandek idealniy qilib chiqarib berishyapti. Конечно же, ozgincha zadержкаlarimiz bor. Buni hammamiz tushunamiz. Xudo xolasa, mana shu ofisimni ochilishini qilamiz va siz agar sizga Dubayda ko'chmas mulk kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib Dubaydagi uylarni shetdan olib keta olasiz. Agar siz SMM, mobilografiya, sun'iy intellektli, zapusk, sotuvlar bo'yicha bilim olishni xohlasangiz, Furkatovna Academy sizga hamma bilimlarni beradi va sizga syomka uchun idealniy joy kerak bo'ladigan bo'lsa, idealniy ofisimni obzorini ko'rasiz. Xudo xolasa, har doim biling, nimadir plan asosida ketmasa, demak, uni orqasida nimadir yaxshi narsa sizni kutib turibdi va har doim oilani birinchi o'ringa qo'ying.